boyaga Nexia'mga uspet qila olmay qolgan akalarimiz uchun undan ham yaxshi Sustainadagisi, undan ham zo'rini ko'rsataman. 2015-yil ishlab chiqarilgan Sons gibrid super konditsioner. Oyog'iga 4 ta masla balon taqib qo'yibdilar. Holati juda ham ideal. Salon holatini ko'rsataman. Mana salonlari chotki holatda, yaxshi holat taqib qo'yilgan. 275.428 km masofani bosib o'tgan. Xo'p, maktofonlari bor, antiradar, mechigar pult. Xo'p, motor ходовойлari tennis hech qanaqa ish yo'q ekan. Mana orqasiga spoilerlar qo'yib, mana orqasidagi guruchlarni ko'ryapsizlarmi? Chotki qildirib qo'ygan ekanlar. Stech ham qildirib qo'yganlar ikki slokda. Motor ходовойлari na xado ekan. Mana eng mazza qiladigan joyi mana Mamutida-da. Qaranglar, ponni stechlar qilib tayyor qildirib qo'ygan ekanlar. Mashina vorilyapti. Bunaqa stech qilib tuning qiyincha 6000, 6500 aylanib ketadi. Sizlar uchun yo'q narx kanalimizdan olib mazza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i $5390 ga beraveramiz. Ulgurib qolinglar.